o'qib bermoqchi bo'lgan yangi she'rim ba'zi bir o'g'illar. Nimaga o'g'illar deyapman, qizlar demayapman. Qizlar voyaga yetib jismi joni boshqa bir xonadonda bo'lsa ham otasini, onasini kamiga kamol bo'lishga, uni bir ko'ngliga shirin so'z topishga harakat qiladi. Lekin o'g'il bolalar har doim ham shunaqa emas. Shuning uchun onalar nomidan o'g'illarga bir nido. Yuzimda bor tabassum, yuragim doim ma'sum, tun oqshomlarda demay yig'layveraman. Yum, yupatguvchi yorim yo'q, do'stim, vafodorim yo'q, tizzam quchib yig'layman, qochmoqqa madorim yo'q. Men ham mehmonman bolam, buguncha borman bolam, balki erta ketarman, juda nochorman bolam. Ko'zimga qaradingmi? Ko'nglimni so'radingmi? Bir bor bag'ringga bosib, mehringga o'radingmi? Dunyo turguncha turgun, duoyim to'g'ri yurgun. Taqdir tahlilsiz hayot, muharriri yo'q bayot, hech kimdan umidim yo'q. Alloh o'zing ber najot.